do'stlaringiz va dugonalaringiz orasida siz yosh ko'rinib yurishni xohlasangiz, chiroyli yuzlaringiz xuddi yosh boladek tiniq, porlab, chaqnab turishni xohlasangiz, ikkita retsept aytaman. Birinchisi, olivkovoy maslani har kuni ertalab turganingizda iste'mol qiling. Bu sizni ozishingizga, yuzingizga, hamma tomonlama sochlaringizga foydasi juda ham zo'r. Ikkinchisi, zanjabilni ovqatingizga qo'shib iste'mol qilib turing. Bu Turkiyada bilsalaring, chet ellarda zanjabil doimo ovqatlariga va boshqa kurkuma, zanjabil qo'shib iste'mol qilishadi. Bu esa moddalar almashinuvini yaxshilashga, organizmni yoshartirishga va terini holatini tiklashga juda ham zo'r yordam beradi. Bu ikkita retseptni qo'llab yursangiz, mana 10 yil oldin bitta 10 yildan beri qo'llab kelayotgan inson bilan gaplashdim. Ko'rsalaring 55 ga kirgan, 30 ga kirganga o'xshaydi. Yaqinda keldi. O'sha nima iste'mol qilasiz? Yosharish tizimi nima desa, zanjabil, kurkuma, olivkovoy masla. Xuddi men shu retseptni o'zim qo'llayman. Maslahat beraman. Ushbu videoni hech kimga jo'natmanglar. Zero ular ham yosh ko'rinishi mumkin. Agar ushbu videoni o'zingiz yoqtirgan bitta dona tanishingizga, do'stingizga, dugonangizga jo'nating. Ular ham sizga rahmat aytadi. Salomat bo'ling. Kichkina tabibga like bosib, podpiska bosib, tanishlar bilan esdan chiqarmang. Meni kuzatyapsiz, lekin podpisatsiya qilmayapsiz. Sog' bo'ling, podpisatsiya qiling.